Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun kanalimizda yangi video joylaymiz. Onyx mashinasi 3000 dan ko'proq yurdi, hali probegi kamroq yurdi. Hozir bu Onyxda bo'ladigan muammoni ko'rsataman. O'zimda hozir shunaqa muammo bo'lib turibdi. O'shani bugun ustaga olib borib to'g'irlatib, shu muammo ko'pchilikda uchrayapti. Hozirgi Telegram gruppalarda, Instagram gruppalarda ko'pchilik yozishyapti. O'sha muammoni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. O'zimda bo'lgan holatda qanaqa yechim topildi, qanaqa qilsa kimga olib borish kerak, qaysi tomonidan noto'g'ri qo'yilgan, qaysi to'g'ri, hammasini ko'rsataman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Onyx mashinasi turbo. Bunga propan ustanovka qilganmiz. Xabaringlar bor. Bundan oldingi videolarda ham qo'yganmiz. Bunda hozirgi holatda bo'ladigan muammosi antifriz qaynab ketyapti. Issiqda, ozgina issiqda yurganimizga 1-2 kun oldin issiq bo'lib qolganda antifriz qaynab ketdi. Antifriz bachogida mana antifriz bor. Kam emas, ham ko'p emas. O'shanga hozir propan qo'ygan ustamni oldiga olib bormoqchiman. O'sha muammoni qanaqa yechiladi, nimadan qizib ketgan, pompasidan ili radiatordanmi ili boshqa shlankalar noto'g'ri ulanganlikdanmi aybini ko'ramiz. Yana hozir qizish bo'lsa bartaraf etamiz. Shu muammoni o'sha joyda video qilib olaman va kanalga joylayman. Manfaatli bo'lgan bo'lsa hammadan like, podpiska bo'lishini kutib qolamiz. Foydalaninglar. Sizlarga tayyor obzor qilib ko'rsatib beraman. Videolarimiz cho'zilib ketdi kanalimizda ayrim sabablarga ko'ra. O'shanga endi sekin-sekin yana videolar olishni boshlaymiz, kanalga joylab boramiz. Hozirgi holatda ulanishlari, mana shlanklar ulanishlari reduktorga kelib, o'sha antifriz bachokidan reduktorga ulanyapti. Ko'pchilik aytganda hozir pechkadan olib antifrizga ulash kerak, reduktorga emas deganda. Hozir gruppalarda shunaqa yozishganda, hozir o'shani bilish uchun, aniq tashxis qo'yish uchun o'zini mutaxassisi propanchiga ili motoristga olib boramiz. Hozir birinchi o'sha propanchini o'ziga olib borib ko'rsatamiz. Agar muammoni hal qila olmasa, motoristga olib boramiz. Hozirgi holat bo'yicha yeyishlari 100 kilometrga 8,5-9 ta atrofda yeyapti. Dalniga yurib keldim. Dalnida 5,5-6 ta yeyapti. Ancha pasayib qolgan, hali 3000 kilometr yurdi. Ko'proq yursa undan ham pastga tushadi. Mana ko'rishinglar mumkin, ulanganlar uchun hamma narsasi. Hali borgandan keyin ham yechimlarni qilishdan oldin sizlarga video obzor qilib, joylab kanalga qo'yib beraman. Saqlab qo'yinglar. Kimda shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, yechimini topadi va shunga qarab mashinani qizib ketishini, antifriz toshib ketishini, suvi qaynashini barchasini yechib oladi. Hozir kanaldan uzoqlashmay turinglar, video obzorda davomini joylaymiz. So'rashdi, qizib ketgan vaqtida mana bu gradus bo'ladi-ku, foizi. O'sha necha foiz ko'rsatdi deb. Hozir menda bu hali mashina qizigani yo'q, hozir yoqdim, 12% bo'lib turibdi. Bu gradusi 96% gacha ko'tarildi. 96% gacha ko'tarildi. 96% gacha ko'tarildi. Qizigan vaqtida o'zim ham nechiligini aniq ko'ra olmadim. Chunki bunga qarash esimdan chiqdi. Undan keyin qaradim, mana haydab yurdim. 96% gacha ko'tarildi. Yomg'irli kunlar bo'ldi, 2 kun, 3 kun oldin. O'sha payti qaynamadi. Issiq havo payti qaynadi. O'shani hozir borib muammosini yechamiz. Propan, metan qo'yganlarda 100 dan oshib ketadi, 96-100 gacha atrofida bo'ladi deb ko'pchilik aytayapti. Hozir uni borib aniqlashtiramiz. O'sha qizib ketganda, temperaturasi oshib ketganda, o'sha mana bu foizlariga ham ahamiyat berishinglarga talab qilamiz. Chunki o'sha bu yoqda ko'rsatib turadi, qanaqa mashina qanchalik darajada qizyapti, nagurskali bo'lyaptimi, yo'qmi, hammasini o'sha mana shu temperatura ko'rsatib boradi. O'shanga ahamiyatliroq bo'lib yurasizlar, propan, metan qo'yganlar asnonoy. Mana hozirgi holatda ishlayotgan holati motorda. Mana sezilyaptimi sizlarga? Mana motor ishlashi.
Antifrizlarni, moylarni hali almashtirmadim. Hali 3000 oshdi. 3000 ga yaqinlashdi. O'shaning uchun 5000, 6000 atrofida almashtiraman deb turibman. Shu holatda turibdi. Balki borib ko'ramiz. Balki antifrizdan bo'lishi ham mumkin desa, antifrizlarni almashtiramiz. Mana antifriz aylanishi bug'lanyapti va qaynayapti-da. Bu hozirgi holatda qaynagani yo'q. Endi hozir yuramiz, bir 10 kilometrcha yuramiz. Undan keyin ko'ramiz yana. Hozir 8 kilometr yurib keldik. Ustani yoniga 91-92 bo'ldi. Hozir tushib kapotni ham ko'ramiz. Qani qiziganmi yo'qmi o'shani ham ko'ramiz. Ko'rishimiz mumkin. Ja unaqa qizimagan, lekin ozgina qanaqadir ichi o'ynab turibdi. Mana shunaqa tepa menga ko'rinyapti. Hozir yana bir sira tekshirtirib olamiz ustaga. O'shanda muammolarini yechamiz, xudo xolasa. Kuzatib boringlar, videolarni davom etamiz. Kelar hozir o'sha usta servisga olib bordim. Servisda ko'rishdi, shlankalarni ko'rishdi, yana o'sha radiatorlarni ko'rishdi, boshqa joylarni, hamma joyini tekshirishdi. Hammasi yaxshi deyishdi. Hozir hech qanaqa o'techkasi yo'q yo boshqa joyida muammosi yo'q. Bitta muammosi endi faqatgina yechim topish uchun o GMning asosiy dilerlariga borishni tavsiya qilishdi bular. Bularning kompyuterlaridagi ko'chadagi har qanaqani nima programmistlar bo'ladi-yu, ular ko'ra olmas ekan. Alohida bularning o'zlarini GMda o'zini kompyuterlarida o'sha programmalar bo'lar ekan. O'sha programmalar orqali qaysi joyida kechroq ventilyator qo'shyapti yoki boshqa muammolar bor, o'shani ko'rsa bo'lar ekan. Qolgan programmistlar kirib, ko'rib, baribir pullarni aniq qildirganlikda foydasi yo'q ekan. O'shaning uchun GMda o'zini dilerlik anaqalari bor, o'shalarga kirasizlar. Toshkentda ham 4-5 ta joyda bor. Bular Sobir Rahimovdagi avtotexda buyurishdi. O'sha joyga borsangiz, aka ko'rib berishadi deyishdi. Shunga qarab, tak что ko'raverasizlar. Yana bitta yo'li bor, hozir sizlarga ko'rsataman. Agar o'zim bilardim, oldin shu videolarda ham, boshqa mashinada ham sinaganman. O'sha yo'lini sinab ko'ramiz. Yana 1-2 kun yuraman. Agar o'zgarmasa, undan keyin GMda servisiga borib, sizlar uchun alohida video qilaman. Hozir shu oxirgi yo'lini o'zim qilib ko'raman. Hozir chunki 10 kilometr yurib bordim ustaxonagacha. Yana hozir 8-9 kilometr yana yurib keldim. Qaynamayapti. Ana kuni bir qaynagandi. O'shanga hozir sizlarga ko'rsataman yana bitta yo'lini. Agar o'sha yo'lini qilib ertaga uzoqroq chiqaman yo'lga. O'shanda qaynasa, keyin James'in servisga borib sizlarga alohida kontent qilib beraman. Hozir qarab ko'rib turinglar oxirgacha. O'sha oxirgi yo'lini ko'rsataman. Shunaqa qilishinglarni tavsiya qilaman. Kapotni ochasizlar. Kapotni ochgandan keyin antifrizda bachokini ochasizlar. Antifriz bachokini olib qo'yasizlar yog'iga. Keyin ichkaridan o'tirib bunga gaz berasizlar. O'shanda antifrizning ichi qaynaydi. O'shanda sirkulyatsiyasi yaxshi bo'ladi. Mana bitta havolari, anaqalari bo'lsa, shalanklarida hammasi chiqib ketar ekan. O'shani hozir qilib ko'ramiz sizlar bilan. Sizlar ham shuni qilib ko'ringlar, oxirgi chora borishinglardan oldin. Agar tez qaynab ketmayotgan bo'lsa, shu yo'lda qilib ko'rishinglarni tavsiya qilamiz. Boshladik, mana gaz beramiz. Gaz beramiz. Mana eshitilyaptimi, yo'qmi bilmadim. Mana polni gaz berib turibman. O'sha qaynab olsin, ichi ozroq havolar ketib, damlari chiqib olsin. O'sha yo'li ham yaxshi deyishdi ko'pchilik. Havo qolib ketgan bo'lsa, shlanklarida o'sha qaynab chiqib ketadi deb. Hammaga rahmat, kuzatib boringlar bizani. Yangi videolarni qo'yishda davom etamiz.